yalangoq so'zni ko'chma ma'noda keltirganda hisobda o'sha ekonomika statistikani ochib berganda uni hayotiy misollar bilan tinglamanlarsiz o'sha o'quvchiga kitobxonga oddiy shaxsga tushunarli tarzda ochib bergan hayotiy misollar bilan dunyo miqyosidagi o'sha yirik firmalar katta o'sha nimalarni o'sha firmalar qanday brend bo'lib chiqib ketadi o'shalarda qanday o'sha yo'lga yetib borganini tushuntirib berganda Coca-Cola nimasini misolida tushuntirganmini. Birinchi Coca-Cola nimasi 1989 yilda Berlinga borib qilayotgan paytda Coca-Cola kompaniyasi boshlig'i Douglas Investor keskin bir qaror qabul qiladi. U o'sha nimani chiqargan-ku, lekin dunyoga tanitirish uchun u qo'lidan kelgancha nima qiladi. Jahon bozorida tanitishda, tanilgandan keyin o'z-o'zidan hamma nimalar ham oluvchilar ham o'sha brendni nima qiladi, keyin o'sha bilan nufuzi ortadi. Iqtisodiyotda shunaqa tarzda tushuntirib berganda, keyin kitob 12 bobdan iborat bo'lib, buni birinchi bobi bozorlar kuchi, keyin rag'batlar muhim, o'sha iqtisodiyotda rag'bat muhimligini, o'sha qilayotgan ishga berilgan rag'bat o'sha odamni kuchaytiradi. O'sha ta'kidlab o'tgan hukumat va iqtisodiyot. Iqtisodiyotni hukumat bilan o'rtasidagi o'zaro niqasini ham tushuntirib o'tganda, keyin bu ikkitaga olib chiqib olishgan masala. Moliya bozori, iqtisodiyot tez bo'lish borasida nimalarni o'rgatadi? Iqtisodiyotni o'sha boyishda nimalarni o'rgatish haqida. 8-bob vazifasining iqtisodiyot bizga siyosat haqida nima deydi? Iqtisodiyot bilan siyosat bilan o'zini bog'laganda, ma'lum. O'shandan kelib chiqib, o'sha 8-bobda shuni